Ba'zan birgina epizod butun hikoyaning yuragini yirtib tashlaydi. Chunki eng xavfli portlashlar baland ovoz bilan emas, ichda yig'ilib qolgan alam, xo'rlik va kechikkan anglashlardan boshlanadi. Bu safar ham aynan shunday bo'ldi. Kimdir nihoyat baxt topgandek ko'rindi, kimdir o'zini g'olib his qildi, yana kimdir qonun ortiga yashirindi. Lekin aslida hammaning ichida bir xil dahshat uyg'ondi. Endi ortga yo'l yo'q. Eng qo'rqinchlisi esa shundaki, bu epizodda aytilgan gaplardan ko'ra aytilmay qolgan gaplar kuchliroq jarangladi. Tabassumlardan ko'ra jim qolishlar ko'proq narsani fosh qildi va eng og'ir hukmni sud emas, odamlarning ichidagi yig'ilib qolgan nafrat chiqara boshladi. Epizod boshidanoq ikki xil dunyo to'qnashdi. Bir tomonda ona bo'lish baxtini ushlab qolishga urinayotgan ayolning nozik quvonchi bor edi. Uning qalbida nihoyat sokinlik paydo bo'lgani sezilardi. Chunki u endi nafaqat o'zini, balki tug'ilajak farzandini ham himoya qilayotgan ayolga aylangan edi. Har bir nafasda ehtiyotkorlik, har bir jilmayishda esa hali to'liq tuzalmagan yara yashiringan. U orqasiga qaytishni istamasdi, lekin otasini tashlab ketayotganidan ich-ichidan qiynalardi. Shu ichki bo'linish uning harakatlarini og'irlashtirgan edi. Bir ayol sifatida erining yonida qolishni xohlar, bir qiz sifatida esa yolg'iz qolayotgan otasiga ko'ngli uzilib turardi. Ikkinchi tomonda esa yillar davomida qurilgan imperiya yemirilayotganini ko'rib, nafaqat boyligini, balki obro'si, hukmi va erkaklik g'ururini ham yo'qotayotgan odamning vahimasi bor edi. Afzal bu epizodda oddiy mehribon erdan ko'ra murakkabroq qiyofada namoyon bo'ldi. U Dildorni himoya qilardi, lekin shu himoyaning ichida nazorat ham bor edi. U Dildorning qayerga borishi, kim bilan borishi, qachon qaytishini belgilardi. Hozircha bu g'amxo'rlikdek ko'rindi, ammo drama tilini biladigan har qanday tomoshabin bitta narsani yaxshi tushunadi. Muhabbat bilan nazorat o'rtasida juda ingichka chiziq bor. Afzalning ichida bir tarafdan oilani saqlab qolgan erkakning yengilligi bo'lsa, ikkinchi tarafdan Dildorni yana yo'qotib qo'yish qo'rquvi yashardi. Ana shu qo'rquv vaqt o'tib rashk esa keskin qarorlarga aylanishi mumkin. Ayniqsa Dildorning otasi bilan rishtalari va Said kabi eski tanishlar atrofda yurayotgan bir paytda Afzalning ichidagi xavotir hali ko'p narsa qiladi. Sodiq Turg'unovichning chiziqlari esa epizodning eng dahshatli psixologik qatlamini ochib berdi. U kasalxonadan chiqqan, ishga qaytgan, yana buyruq bera boshlagan edi. Lekin bu qaytish qushning qaytishi emas, balki paranoyaning ochiq shaklga chiqishi edi. Endi u begona qo'ldan suv ham ichmas, choy ham ichmasdi. Bu oddiy ehtiyotkorlik emas edi. Bu o'z uyi, o'z muhiti, o'z yaqinlari ichida dushman ko'ra boshlagan odamning ruhiy holati edi. Uning ko'zlarida endi avvalgi sovuq ishonch emas, balki nimadir qidiruvchi, har bir odamda xiyonat izlaydigan bir qarash bor edi. U endi pul bilan hammani qaytarib olaman deb o'ylardi. Go'yo bir paytlar qo'ldan chiqargan sodiqlikni oylik bilan tiklash mumkin. Lekin epizod bitta juda muhim haqiqatni ko'rsatdi. Insonlar ba'zan kambag'allikka chidaydi, lekin xo'rlikka qaytmaydi. Shuning uchun ham Manzuraning rad javobi, undan keyin Afzalning ikkilanishi bu qahramonning eng katta fojiasini ochdi. U hali ham hamma narsa pul bilan hal bo'ladi deb ishonardi va aynan shu ishonch uni yana tubanroq yiqitadi. Manzura bu epizodda kutilmaganda eng baland axloqiy pozitsiyaga ko'tarildi. Bir paytlar uydan quvilgan, xorlangan, farzandlari uchun chidagan bu ayolning ichida nafaqat alam, balki g'urur ham tirik ekanini ko'rdik. Uning yuzida endi avvalgi qo'rquv yo'q edi. U xonaga kirganida boshi baland, qadami barqaror edi. U ko'proq maoshni emas, insoniylikni tanladi. U yordam berganlarni tashlab ketishni nomardlik deb bildi. Mana shu nuqta juda muhim. Chunki serial uzoq vaqtdan beri bir savolni aylantirardi. Haqiqiy qadr nimada? Boylikdami yoki odamning og'ir kunda kim bo'lib qolishdami? Javob shu yerda aniq eshitildi. Manzura qasosga to'liq berilib ketmadi, lekin o'zini sotmadi ham. U o'tmishni unutmagani bilan katta ko'rindi. U Sodiqning oldida turib, uning ko'zlariga to'g'ri tikilib, "Men sizga xizmat qilmayman" deganida, bu so'zlarning ortida yillar davomida yig'ilgan og'riq turardi.
Bu ayol keyingi epizodlarda eng xavfli shaxsga aylanishi mumkin. Chunki uning qo'lida qurol emas, haq bor. Haqqi bor odam esa bir kun kelib hammani jim qoldiradi. Manzuraning onasi bilan Sodiq o'rtasidagi to'qnashuv esa bu qismning eng qattiq sahnalaridan biri bo'ldi. Yillar davomida ichiga yutib kelgan ayol nihoyat ovoz chiqardi. Uning ovozi avvaliga titrab turdi, lekin keyin tobora mustahkamlandi. U har bir so'zni go'yo yillar davomida saqlab kelgan qimmatbaho narsadek talaffuz qilardi. Bu yerda gap shunchaki haqorat yoki qarg'ish haqida emas edi. Bu sahna butun bir avlodning jim kelgan alamini tashqariga chiqarib yubordi. Uning ko'zlarida yosh yo'q edi, faqat qattiq, olovli bir narsa bor edi. Dildorning otasi bilan xayrlashuv sahnalari ko'pchilik e'tibor bermagan holda kelajak fojiasining urug'ini tashladi. U tashqaridan yengil gapirdi, qizini qo'yib yubormoqchi bo'ldi. Lekin bu odamning ichida dahshatli bo'shliq paydo bo'layotgani yaqqol sezildi. U qizning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Bor, baxtli bo'l" dedi. So'zlar oddiy edi, lekin uning ovozi biroz bo'g'iq chiqdi. U yolg'izlikni hazilga oldi, o'zini kuchli ko'rsatdi. Biroq ko'zga tashlanmaydigan eng muhim detal shunda edi. Qizi ketayotganini qabul qilsa ham, uning o'rnini nima bilan to'ldirishni bilmasdi. Eshik yopilgandan keyin u uzoq vaqt o'sha yerda qotib turdi. Uning yelkalari biroz egilgandek bo'ldi, lekin u hech kimga bu zaiflikni ko'rsatmasdi. Bunday qahramonlar seriallarda ko'pincha keyin kutilmagan qadam tashlaydi. Yo noto'g'ri odamga suyanadi, yo o'zini xavfga tashlaydi, yo kech bo'lsa ham muhabbat izlaydi. Dildorning otasi atrofida Saidning paydo bo'lishi ham bekorga emas edi. Saidning o'ziga xos iliqligi, uyga tez-tez kirib chiqish imkoniyati, xizmat bahonasida yaqinlashishi kelajakda yangi chiziq ochishi mumkin edi. Bu chiziq romantik bo'ladimi, manipulyativ bo'ladimi, hozircha noma'lum, lekin u bejiz kiritilmagan edi. Endi eng kuchli taxminlarga keladigan bo'lsak, keyingi epizodlarda voqealar bir necha tomondan yoriladi. Birinchi portlash nazokat tomonidan bo'ladi. U sud va tergov jarayonida yolg'iz qolishni istamaydi. Uning qamoqxona kamerasida tunlari uxlamay yotgani, shiftga tikilib, rejalar tuzayotgani tasavvur qilinadi. Demak, u albatta Sodiqning yashirgan sirlarini ochadi. U nafaqat pul va sovg'alar, balki kasallik, nikoh va hujjatlar bilan bog'liq nozik nuqtalarni ko'taradi. Uning qo'lida Sodiqni bir necha bor eslatib o'tgan hujjatlar borligi haqida mishmishlar tarqalgan. Bu esa Sodiqning faqat shaxsiy obro'sini emas, biznesni ham larzaga solishi mumkin. Ayniqsa kompaniya ichidagi moliyaviy chalkashliklar, olib ketilgan hujjatlar va soliq bilan bog'liq bosim bir joyga kelib urilsa, bu faqat oilaviy emas, ommaviy qulashga aylanadi. Sodiqning advokatlari hozirdan vaziyatni yumshatishga urinayotgani, lekin nazokatning har bir so'zi yangi bir toshni qo'zg'atayotgani ko'rinadi. Ikkinchi katta to'qnashuv Manzura tarafidan chiqadi. Hozir u sabrli, vazmin va g'ururli ko'rinyapti. Lekin bu sukut abadiy davom etmaydi. U allaqachon Sodiqning eng nozik joyini topgan edi. U o'zini yengilmas deb bilardi, endi esa hamma uni aldaganini eslatyapti. Manzura kechalari uxlamay, uzoq vaqt deraza oldida turadi. Uning qalbida yillar davomida yig'ilgan narsalar endi chiqish yo'lini qidirmoqda. Agar Sodiq Manzuraga yoki uning qiziga yana biror bosim qilsa, bu ayol bu safar chekinmaydi. U qonuniy yo'lmi, oshkor qilishmi, bolalari orqali bosimmi, baribir javob beradi. Uning eng katta kuchi shundaki, u endi hech narsadan qo'rqmaydi. Uni yo'qotadigan narsasi qolmagan. Aynan shu sababli Sodiqning haqiqiy dushmani qamoqdagi nazokat emas, xo'rlangan, lekin sindirilmagan Manzura bo'lib qoladi. Bir kuni u Sodiqning oldiga kelib, "Siz meni qancha xo'rlaganingizni hech qachon unutmayman" deydi. Va bu so'zlar Sodiqning uyqusini harakatga keltiradi. Uchinchi tahdid Dildor va Afzalning oilasi ichida pishib yetilmoqda. Hozir ular baxtga yetgandek, lekin bu baxt hali sinovdan o'tgani yo'q. Dildor ertalab uyg'onganida ba'zan erining yuziga uzoq tikiladi va o'ylaydi, "Men to'g'ri tanlov qildimmi?" Uning ichida bir ovoz, "Otang yolg'iz, uning yoniga bor" desa, ikkinchi ovoz, "Sening oilang shu yerda, ering va bolang" deydi. Afzal esa bu o'zgarishlarni sezadi. U Dildorning ba'zan uzoqqa qarab qolishini, uning ko'zlarida nimadir qidirishni payqaydi.
uning ichida rashk emas, qo'rquv paydo bo'ladi. U yana yo'qotamanmi? Afzal Dildorning otasiga nisbatan iliq emas, lekin uni ochiqchasiga rad ham eta olmaydi. Dildorning otasi bilan uzilmagan rishtalari, Afzalning ichki xavotiri, tashqaridan esa eski tanishlar va yangi gap so'zlar bu oilaga sekin kirib keladi. Dildor yana bir safar ikki o't orasida qoladi. Eri tinchlikni, qalbi esa burchni tanlashga majbur qiladi. Agar Afzal Dildorning ichki og'rig'ini tushunish o'rniga faqat nazorat qilishni kuchaytirsa, ularning orasida hozir ko'rinmayotgan masofa paydo bo'ladi. Va serial aynan shunaqa lahzalarni yaxshi ko'radi. Muhabbatni tashqi dushman emas, ichki tushunmovchilik yemira boshlaydi.